Hurmatli sotuv bo'limi rahbarlari va biznes egalari, hali ham sotuv bo'limingiz palapat ishlayaptimi? Xodimlarga to'g'ri KPI tizimini joriy qilmagansiz, xodimlar ishdan ketyapti, yangi xodimlarni o'qitish bilan muammo bo'lyapti. Sotuv bo'limingizga lidlar berilyapti, lekin u lidlarni, murojaatlarni sotuvga aylantirish olmayapti. Muammo sotuv bo'limingizda emas, muammo sizda. Chunki siz sotuv bo'limingizni nazorat qila olmayapsiz. Sababi siz sotuv bo'limingizni tizimlashtirmagansiz. Shu sababdan ham barcha jarayonlar palapat ishlayapti. ProSales Group kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan Tisroin dasturi aynan siz uchun. Bugungi kunga qadar 50 dan ziyod sotuv bo'limi rahbarlari va biznes egalari o'qib chiqishgan. Ushbu dastur 7 ta moduldan iborat. Birinchi modul tahlil va tadqiqot, ikkinchisi integratsiya CRM, uchinchisi ssenariy yozish, to'rtinchisi rag'batlantirish tizimini joriy qilish, beshinchisi xodimlarni o'qitish, oltinchisi xodimlarni yollash va oxirgi modul esa nazorat. Darslar offlayn formatda bo'lib o'tadi, davomiyligi atiga 2,5 oy bo'ladi, bir haftada 2 marotaba bo'lib o'tadi, shanba va yakshanba kunlari. Hozirda keyingi guruhimiz uchun qabullar ochilingan, joylarimiz chegaralangan, atiga 30 ta joyimiz bor. Batafsil ma'lumot uchun izohlarda plus belgisini qoldiring.